Radar temasidan chetlashmagan hol. Kamera, ajoyib kamerani ko'rsatamiz. 60 ga qo'yilgan kamera. Belgilar dahshatli belgi, bunga tushmaydi hech kim bunga. Lekin men bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Palasa, endi radardan palasaga o'tamiz. Mana o'tib o'tiribdi. Mana bu bemalol o'ngga burilib ketyapti. Lekin qizil bizga hali. Bemalol, hammasi bemalol. Nimaga? Bu tirbandlikni oldini olish uchun kimdir shoshayotgan bo'lishi mumkin. Qarorchi bu yoqda rolda yurgan odam radardan yo palasa bosib qo'ydim yoki bir kimnidir qisib qo'ydim, bir narsalar, unaqa narsani o'ylamaydi hech kim. O'sha narsalar o'ylanmaydigan qilib qo'ygan. Mana qo'limda telefon, o'tib ketyapman kamerani tagidan. Telefonda o'ynading, boshqa qilding deydigan narsa yo'q bu yerda. Faqat sabab ko'rsatilish kerak o'sha narsaga. Hamma narsa bemalol. Gaplashib ketasizmi, video ko'rib ketasizmi, kino ko'rib ketasizmi yo'lda? Kino ko'rding, o'qilding, unaqa narsa yo'q. Nimaga yo'q? Men bilmayman nimagaligini, lekin yo'q. Juda qulay qilingan hammaga. Hech kimni mana palasalar, o'rtadagi palasa ochiq turadi bu yerda. Birov yopmaydi ham. 3 qator mana, 3 qator bo'lsa 5 qator bo'lib tura olmaydi bu yerda. Yoki 6 qator bo'lib tura olmaydi. Shu 3 qator bo'ldi, все. Qandaydir qulayda, maza qilib haydaydi-da. Bir borib kelgan odam yoqda gapiraveradi, bir o'ylab gapiraveradi. Mana bunaqa qildi, mana bunaqa qildi deb. Mana yerda 60 tezlik yo'q, prosta chegaralab qo'ygan tezlikni mana belgilab tashlagan. Hushyorlikka tortadi bu narsalar.